Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun 0 dan 1 ga degan challenge'imizni boshladik, Xudo xohlasa, va ana endi bizning doimiy qiladigan ishlarimiz kunlik koreys tili yodlash va prava imtihonini, testlarini yodlash bo'ladi. Va buni albatta qilish oson, qiyin ish emas, lekin buni davomiy qilish, ya'ni har kuni davomiy 1 oy, 2 oy davomida bajarish, mana bu men uchun doim qiyin bo'lib kelgan ish. Va Xudo xohlasa bugun boshladik mana. Ko'rishingiz mumkin, koreys tili kitobi va mana shu kitobni o'qishni boshladik Xudo xohlasa. Va